Assalomu alaykum. ATX Xalq banki Paxtaobod BXMga biriktirilgan Paxtaobod tumanidagi Lolazor MF 87-kontur. Bu konturimizga aholiga, dehqon xo'jaliklariga 15 sotikdan yer maydoni ajratilgan. Jami yer maydonimiz 10 gektar. 15 sotikdan 60 nafar fuqaroga ajratilgan. Bu yer maydonimizga Paxtaobod BXM tomonidan qizil dezra ekilgan. Mahsulot qimmatligi va chiroyliligi sababli va hosildorligi va daromadchanligi hisobga olingan holatda bu yer maydonimizga agregator A'loxon Yangiboy va klaster A'loxon Yangiboy fermer xo'jaligini nazorati ostida bo'lyapti. Hozirda bu ekin turimizga fonni ekilib, sepilib, urug'larimiz hozir chiqqan jarayoni qizil detrani. Bu yer maydonimizning oldi qismi 255 metr, chap tomoni 485 metr, o'ng tomoni uzunligi 450 metr. Orqa tarafimiz 250 metrni tashkil qiladi. Jami yer maydoni 10 gektar. Hozirda A'loxon Yangiboy fermer xo'jaligi tomonidan ekin turimizga hozir o'g'itlash jarayonida. A'loxon Yangiboy fermer xo'jaligi tomonidan kelgusida aholini daromadini oshirish maqsadida gektaridan 4 tonnadan guruch olinmoqchi. Hozir 10 gektardan jami 40 tonna guruch olinadi. Kelgusida buni hosildorchilikni sotilishi 50 ming so'mdan. Har bitta fuqaroga kelgusida daromadi 40 million so'mdan olinishi ko'zda tutilmoqda.